Aynan sizning ishingiz nimalardan iborat? Chunki biz bilamizki, ilova orqali o'z avtomobillarini qoldirib ketadigan haydovchilar bor, lekin ba'zilar aynan ilovani tushunishmaydi yoki aynan bu joy pulli ekanligini bilishmaydi. Bizda asosiy vazifamiz inspektor bo'lib ko'chaga yurganimizda asosiy maqsadi birinchi o'rinda infosheetlarimiz bor yoki P belgilar, sariq P belgilarimiz bor. Agar o'shanda ham tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, odamlarga borib, prilojeniyya ilovamiz qanaqa ishlashi, qanaqa to'lov qilinishi, qancha vaqt turishi mumkin, noto'g'ri parkovka qilmaslikda shu yo'l yo'rig'ini ko'rsatib tushuntirib berish vazifamiz. Deylik, mana shu avtomobil to'g'ri avtomobilini joylashtira olgan, to'g'rimi? Shu avtomobil haqidagi ma'lumotni olish uchun qanday foydalanasiz? Bu pulini to'laganmikan yoki xabardor emasmikan? Bu avtomobil pulini to'lagan, to'lamaganligini bilish uchun biz planshetimiz orqali nomerlarini skaner qilib ko'ramiz. Demak, skaner orqali sizlarga ma'lumot keladi, bu to'laganmi yoki to'lamaganmi, to'g'rimi? Skaner orqali ma'lumot keladi. Bizda planshetimizda bu avtomobil vositasi turargoh uchun pul to'lamagan. Demak, bexabar ekanlar. Bexabar. Lekin aynan birinchi martasiga ogohlantirish bo'ladimi? Birinchi martasiga ogohlantirish beramiz. O'zi biz aslida jarima qo'llamaymiz. O'sha yozib ketadigan xabarnomamizning maqsadi mana shu siz turgan joyingiz pulli turargoh hisoblanadi. O'shani soatiga qarab, qancha vaqt turishingizga qarab pulini to'lab qo'ying degan maqsadda biz xabarnoma yozib ketamiz.